yo'q bo'lib chiqsa nima qilasiz? Ha? Xudo yo'q bo'lsa, mana shuncha mo'jizani kim yaratdi? Mayli, sen aytgandek Xudo yo'q deylik. Biroq men hech narsa yo'qotmayman. Birovni dilini og'ritganim yo'q. Dushmanim yo'q. Bo'ynimda qarzim yo'q. 5 vaqt namozimni o'qiyman. Hech bo'lmasa vijdonim toza. Iymonim butun. Senchi? Sen o'zing yo'q deyotgan Xudoying bor bo'lib chiqsa, nima qilasan? Qanday ustunliging bor? Xudoni yoniga borganda nima deysan? Nima ayt? Xudo yo'q bo'lib chiqsa nima qilasiz? Ha?